Assalomu alaykum. Mana Valbersdan men salfetka zakaz qilgandim. Hozir ochib ko'ramiz. Xo'jayinim Valbersdan olib kelib berdilar. Ochganmi xo'jayinim? Ana. 6 pachka. 120 talik детский гипоаллергения без запаха, без спирта. Детская влажная салфетка. Такой. Раз. Два. Три. 4, 5 и 6. 6 штук. 6tasi skitkada ekan. Buning ichida 120 tadan. Детский bo'lgani uchun men faqat детский влажный salfetka ishlataman. 445 rublga oldim. 445 rublda 6 ga bo'lganimda 72 rubldan tushdi-da почти, adashmasam. Shunday edi. 72 rubldan общий 445 rubl. Arzonmi, qimmatmi, nima deysizlar? Men uchun arzon. O'zbekistonda qancha bilmayman. Boshqa davlatlarda, boshqa yurtlarda qancha bilmayman. Shunaqa gaplar. Спасибо. Rahmat.